Tor uydagi eng katta muammo sanuzelda navbat poylash. 6 sotik 6 ta sanuzeldan iborat hayhotli hovlimiz zudlik bilan sotuvga qo'yildi. Juda ham pul zararligidan srochniy narxda sotilayotgan xonadonimizni oxirigacha ko'rib chiqamiz. Bu uyimiz aslida dacha biznesini rivojlantirish maqsadida qurilgan. To'satdan pul kerak bo'lib qolganligi uchun shoshilinch ravishda sotuvga qo'yildi. Lekin agar siz bu uyni o'zim yashayman deb sotib olsangiz ham hujjatlari joy-joyida. Bu uyimiz qurilishida eng sifatli qurilish xom ashyolari ishlatilgan. Planirovkasi idealniy darajada. Arxitekturasi zamonaviy, elitniy uslubda. Agar bu uyni olib, o'zim remont qilib yashayman desangiz, remontlariga ham o'zimiz qarashib yoramiz. Chunki eng qo'li gul mohir, necha yillik stajga ega ustalarimiz o'zimizda. Bu uyni agar dacha qilib foydalanaman, biznes qilaman desangiz, biznesingiz gullab ketishi aniq. Chunki bunaqa kattagina elitniy dachalarga talab kuchli. Lokatsiya zo'r, infrastruktura qulay. 600 metrdan masjid azon ovozi eshitilib turadi. Xonalari keng va yorug', ikkita katta zal hamda ikkita oshxonadan iborat bo'lib, kattagina podvollari ham bor. Yana qo'shimchasiga sauna, basseyn hamda alohida banyasi ham mavjud. Qisqasi bu uyga chin dildan mehr berilgan va ancha-muncha rasxut ketib qolganligi shundoqqina ko'rinib turibdi. Eng zo'r joyi Toshkentga yaqin bo'lsa ham havosi toza, musaffo joyda joylashgan. Bemalol, bexijolat SMS orqali uy egalari bilan bog'lanib, lokatsiyalarni bilib olishingiz mumkin. Videoni 10 ta tanishingizga jo'nating hamda izoh qismida sotiladigan uylaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Videoga yurachani bosing. Sizga ham 10 xonali dang'illama uylar nasib qilsin.